tinib tinchimagan radar tez-suz. Mana bu yangi radarni qo'yib ketishyapti mana. Xudo xolisa, lokatsiyasini ham hozir yozib qoldiraman pastda. Cardon M deb ko'ryapti Sochi Probni. Men aytganimdek mana yonida skat turibdi mana bolalar, skat. Ikkalasini ham adekvatni ko'ryapti. Ham skat deyapti, ham uni Cardon M deyapti. Xudo. Bolalar mana sizlar uchun tepaga chiqyapman. Qaranglar mana, erinmasdan ko'rsataman deb sizlarga Azimut M degan yangi radarni qo'yib ketishgan. Mashina ko'ringlar bolalar, ehtiyot bo'linglar. Mana bu yerda ham turibdi radar, o'zi skat turibdi bu yerda. Oraliq masofasi bir 3-4 metr chiqadi. Ikkalasi ham oldinga ham, orqaga ham ishlab turibdi, ya'ni tezlikni, spinu va glob ishlab turibdi. Ehtiyot bo'lib yurasizlar bolalar. Do'stlar, mana qo'yib ketishyapti hozir. Mana endi qo'yishdi mana hozir. Xo'p, yana nimadir nastroyka qilishdi, bilmadim. Meni yomon ko'rishyapti. Haydashda ham ketganim yo'q, haydashda ham. Bu yerda mana skatni ko'rib turibsizlar, skat. Bu yerda mana Azimut M4 degani. Ehtiyot bo'lib yurasizlar, tarqataveringlar hammaga. Hamma yaqinlarimizga yetib borsin. Tarqatinglar, erinmanglar. Savob uchun ham tarqatinglar. Salomat bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar, yo'llarda ehtiyot bo'lasizlar. Siz bilan Radar Tez.uz admini Asqarbek. Kuchimiz birlikda.